Xo'p, kravat sotib olishda e'tibor berish kerak bo'lgan top 3 maslahat. Xo'p, asosiy e'tibor berishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu uni karkas qismi qanaqa materialdan ishlanganligi. Bu mana bunaqa rossiyskiy laminat yokida MDF yokida tabiiy yog'och bo'lishi mumkin. Xo'p, bu mahsulotlar ichida men sizga MDF tavsiya qilaman, chunki tabiiy yog'och O'zbekistonda kam ishlatiladi kravatlar uchun. Rossiyskiy laminat ham ishlatiladi, lekin bu yengil, MDFga nisbatan baquvvatligi kamroq. MDF ham sifatli, ham og'ir bo'ladi. Mazza qilib foydalanasiz, hech qanday g'irchillagan ovoz chiqmaydi bunda. Xo'p, keyin e'tibor berishingiz kerak bo'lgan ikkinchi narsa bu kravatning matrasi. Eng muhimlaridan biri bu, chunki matras sizni har kunlik siz bilan birga bo'ladigan narsa bu. Yotganda sizga qulaylik bera oladigan mana shu matros bo'ladi. Siz foydalanishingiz kerak bo'lgan matros bu. Siz o'z komfortingizdan kelib chiqasizda, xohlasangiz ortopedskiy, prujinkali, anatomический, xohlasangiz bespружинный, parallelli matraslar foydalansangiz bo'ladi. Uchinchi narsa bu kravat razmeri bo'ladi. Kravat razmeri bir kishi uchun o'rtacha 90 dan 1 metrgacha bo'ladi. Sizga komfortroq kerak bo'lsa 1.20 gacha qildirsangiz bo'ladi. 2 kishilik standarti esa uzunligi 2.10, 2.20 standart, eniga 1.80 dan 2 metrgacha bo'ladi. Bu siz uchun juda qulay. Shunaqa maslahatli kontentlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying, like bosish esdan chiqmasin. Mana shunaqa sifatli kravatlarni buyurtma qilish uchun Mazza Mebelga murojaat qiling.